Assalomu alaykum qarindoshlar. Pythondan asosida 4-qism darsimizga xush kelibsiz. Bu qismda biz variable'ga, ya'ni o'zgargich miqdorga qanday qimmat berish variable deymiz. Hamda yangi bir hujjat quray, yangi bir fayl. Sol tarafni bossangiz bo'ldi. Variable chekit py. Python'ninki hujjat xosligi py. Biz masalan oldingi soatda bir baho yozishni o'rgangan. Hashtagni yozib, keyiniga masalan kodni nima maqsad yozib qo'yganligimizni biz alayli bir soatning qancha sekund ekanligini hisoblaydigan bir oddiy programma yozaylik. Bir soatning qancha sekund? Bir soat qancha sekund? Sekund inglizcha yozib qo'ydim. Hisoblaymiz shunaqa. Endi buni o'ylab olamiz. Eng avval endi har qanday program yozgan chaqda, kod yozgan chaqda bir algoritm, bir logik o'ylaymiz. Qanday hisoblashni? Boshda uni o'ylamak qarsiga yoza olmaydi. Masalan, bir soat qancha sekund? Qanday hisoblaymiz degan chaqda, avval bir soatda sekundni qanday topamiz degan o'ylsak bo'ldi. Bir soat 60 minut. Shunaqa? 1 minut 60 sekund. Demak, soatni minutga aylantirib olib, minutni undan keyin sekundga aylantirsak oddiy bo'ldi. Shunaqa? Buni masalan print function o'rgangan. Besib chiqarib berdi. Bir soat nimani biz istasak yozsak shuni besib chiqarib berdi. Unda esa bir soat qancha minut? 60 minut. Bir bo'shliq. Bu program tilida ko'paytirishni, mana kichik yulduz belgisini ko'paytirish deb oladi. Yana bir bo'shliq 60 minutni 60 sekundga ko'paytirib beramiz, shunami? Mushu hisoblab chiqarsak, bir soat qancha sekundlik bo'laligini hisoblab chiqarib berdi. Unda esa mana hisoblab chiqaraylik. Bastım. Qancha oldu ekan? 3600. Mana 3600. Odatda ma yulduz belgisi, qo'shash, ilish qaysi bo'lsa program tilida toniyalaydi. Lekin diqqat qilinglar, cho'qim orliqqa o'xshash space bo'shliq qo'yamiz. Python keyin texmo tafsil so'zlaymiz, mana shu space bo'shliqqa sel sezgur, shu bo'shliq qo'yishni texmo hozirda boshlab ko'nsanglar bo'ldi. Bir bo'shliq qo'yamiz. Ondan hozir 3600 sekund kim bir soat shunami? Bir eng oddiy programma bu. Buni ham texnik o'qishga oson bo'lish uchun biz bu o'zgargich qimmat qurib, uningga bunda qimmat bersak, texnik kod bu namdiliqqa yumshoq kod deydi. Texnik va qattiq kod qargan chaqda bunda qarablam. O'qishga oson bo'ldi. Undan keyin biz bag'an sira bu yozgan kodimiz yuqori seviyaga qarab mangadi. Unda esa variable qimmat beraylik, mush bir soat qancha sekundligini tepish uchun. Men bu konsol besib chiqargan sal ustunroq ko'taray. O'qishga texim oson bo'ldi. Unda esa mush kodning o'zini qanday texim o'zgartirib yoza olamiz deganda. Menga oldiga hashtagdan birini qo'yib qo'ysam, endi men tayyorlagich atlab deb ijro qilmaydi. Yangi kod yoziladi. Men hozir aytgan variable. Endi variable qanday qilamiz degan chaqda bir ism qo'yamiz Pythonda. Son bilan boshlash qolmaydi. Harf bilan boshlaymiz. Masalan, soat 1 andan keyin ost chiziq soat, bir soat, bir bo'shliq qo'yib, tang, undan keyin bir bo'shliq qo'yib, mana ikki tarafniki. Bir soat qancha minut? 60. Andan keyin
1 minut boşluq yana bir boşluq 60 sekund. Shunaqa? Mana bu variable qurish. Variable degan bir o'zgargich miqdor hamda ma'ning qimmatining o'rniga, sonning o'rniga harf bilan ism qo'yadi-da. Bu bir sonliq ma'lumotga bir ism qo'yib qo'yadi. Ma'ning ismi bu, ma'ning ismi bu deb. Ham diqqat qilgan nuqta son bilan boshlash qolmaydi dedimi? Qizdirib oldi. Ondan keyin har bir bo'lakka amal bor. Underscore ost chiziq bilan qo'yinglar. Agar bo'shliq qo'yib qo'ysanglar yana bo'lmaydi. Ondan keyin bir space bo'lsin, bir orliq bo'lsin. Endi biz buni 1 soat 1 minut. Bunda o'qigan odam hozir bir sizlarning yozgan kodinglarni boshqa odam ko'rsa, hamda uyg'ur tushunsa, inglizcha saqim bo'ldi, hamda hozircha uyg'ur tushunsa, mana 1 soat 60 qilibdi. 1 minut 60. Bu mandakinde tushunaladi o'qib bilan. Yoki biz miyadimi qana bir bahodan bir yoziq 1 soat qancha sekund deganni topmoqchi shunaqa. Hamda biz umumiy qancha sekund shunaqa. Second steplam inglizlanmasam bo'ldi. Quratilsa ham bo'laverdi. Bu ta'sir qilmaydi. Seconds sekund shunaqa. Bir bo'shliq tang. Yana bir bo'shliq. Undan keyin qanday? Ash 1 soatni o'zi chiqib turadi. 1 soatni bo'shliq ko'paytirilgan, yana bir bo'shliq 1 minut. Ma'ni yurgizsak nima bo'ldi? Hech kim chiqmaydi. Chunki biz printni bosmadik. Functionning muhimligi printninki funksiyaning besib chiqarib turdi. Endi boshqa program tili o'rgangan bo'lsanglar, masalan Java o'rgangan bo'lsanglar, ma'ni keyiniga menda semikolon qo'ymsak mangmaydi. Lekin Python uning bilan kar yo'q, bir yaxshi yeri shu. Ondan buni cho'qim besib chiqamsak olmaydi. Print seconds. Ma'ni besib chiqarsak, andan keyin qanday? Mouse sel bir kodga o'xshaydi. Bizning oddiy endi kodga bir variable bilan secondsni besib chiqaryapmiz. Yurgizish uchun qanday? Ma'ni bassaq bo'ldi. Qancha? 3600 chiqdi. Ya'ni besib chiqarib turadi terminalda. Unda bo'lsa, bu sonkin. Biz kelar soatlarda hamda barliq sonliq ma'lumot tipi data type texnik tafsir to'xtaymiz. Hamda harf bo'lib qolsa shu. Harf bo'lib qolsa. Unda bo'lsa, masalan harfga ism qaraylik, men oldingi qitimliq soat darsida ism harfga qanday qilamiz? Qo'shni aql belgisi yoki taqni aql belgisi olsak bo'ldi dedik shunaqa. Masalan, ism deylik. Space qo'shni aql belgisi shundami? Mahmud. Ondan keyin tonuş savoldan birini so'raylik. Savol. Siz qayerda ishlaysiz? Shunaqa? Unda bo'lsa, ism va birinchi ism deylik. Ikkinchi odamning ismi deylik. Nima bo'lsin ikkinchi odamning ismi? İbrahim bo'lsin. Uchinchi odamning ismi-chi? Rana bo'lsin. Odatda ismni cho'ng harf bilan boshlash qiynaladi. Program tilida ismlarni
cho'ng harf bilan har qanday cho'ng harf bilan yozgan desin. Birinchi, ikkinchi, uchinchi. Ham program tilida qanda yana bir maqsadimiz nima deganda kodni qayta ishlatish. Masalan, ma'lum bir odamni Mahmud siz qayerda ishlaysiz degan savolni chiqarmoqchi bo'lsak qanda naql belgisi yoki taxni olsak bo'lardi. Masalan, Mahmud siz qayerda ishlaysiz? Manda yazsak bo'ldi shunaqa. Ammo uni biz buning bir variable qurib yoki o'zgargich miqdor qurib, mana ism 1, ism 2, ism 3 yoki savol deb. Endi shuni almashtirib ham qo'ysak, o'zi qanday bo'ldi desanglar, besib chiqara oladi. Masalan, birinchi ismnikini qo'yaylik. Printni qanday qilamiz? Ism 1 pesh savol. Odatda birdan ortiq variable'ni besib chiqargan chog'da shuna qilsak bo'ldi. Pesh qo'yib. Masalan, hozir bassaq o'xshashlarimiz nima chiqadi? O'xshashlarni yana qanday? Ikkilisi Mahmud siz qayerda ishlaysiz? Mahmud siz qayerda ishlaysiz deb besib chiqadi. O'xshash. O'rinni 2 yoki undan ortiqni bosmoqchi bo'lsak qanday? Besib chiqarmoqchi bo'lsak, o'tirsa pesh qo'yib besib chiqamiz printning ichiga. Masalan, uchli ismni bosmoqchi bo'lsangiz qanday? Besib chiqarmoqchi bo'lsanglar, ism 1, ism 2, ism 3 deb besib chiqarsanglarmi? Uchli ism besib chiqadi degan gap. Bugungi darsimiz mushagicha.